tanish jamoa desam unchalik to'g'ri bo'lmaydi qadrli do'stlar. To'qqiz bora raqiblarga imkoniyatni boy berdi. 3 ta dona goli bor, 17 ta to'p o'tkazib yuborgan, -14 ko'rinishi eng oxirgi o'rinda boryapti. Undan bitta pog'ona yuqoridagi Sug'diyonida 2 ta g'alabasi mavjud. Bitta olisdan berilgan zarba chap oyoqda, lekin darvozabon To'xtaboyev qaytarishga erishdi. Safardagi uchrashuv Lokomotivning ochkolari ham 14 ta ketdi. Hozir aynan Lokomotiv hamda Buxoroda bir xil ochkolar va ikkalasi ham safarda o'yinni o'tkazishyapti. Buxoro mana G'uzorda to'p o'yinga kiritildi. Olis burchakka yetkazilyapti. Yaxshi vaziyat yuzaga kelayotganda keskinlik bor edi. Muhammad Yo'ldoshev to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi. Outdan o'yinga kiritgan holda zarba bor. Jarayon davom etdi. Qanot hakami bayrog'ini ko'tarmadi, foulni qayd etmadi, ofsaydni qayd etmadi. Menimcha hammasi haqqoniy edi. Boshqa rakursdan biz takror lavhani ko'rayotganimizda yana bir vaziyat yuzaga kelibdi. To'xtaboyev to'pni egallab olgan. Nika Kacharava 32 yoshli futbolchi. Boya biz ko'rmay qolgan vaziyat, takror lavha urish kerak ekan-a. Buxoroning hujumi, markaz kuzatilayotgan to'p. Mashal zudlik bilan vaziyatni o'zgartirish kerak. Mavsumda ketma-ket mag'lubiyatlar seriyasi bilan boshlagan jamoalar juda kam bo'lgan. Mashal eng yomoni bo'lib turibdi bu borada. Akromov to'p yuqoridan jarima maydoniga yetkazib berilyapti. Nimadirlar bo'lmoqda, zarba bor, lekin to'p darvoza to'riga kirgani yo'q. Abdurashid Abubakarning zarbasi bilan esa to'p maydonni tark etdi. Quem yana bir bor ko'ramiz. Akromovning to'p uzatishi. Humoy Murtazoyevga to'p tekkan, qaytib ketmadi, zarba bor. Ochig'i anglay olmadim, himoyachi qaytardim yoki darvozabon. Nima bo'lganda ham to'p darvozaga kirib borgani yo'q. Balki mana bu takror lavhada aniqlashtirib olarmiz. Har holda save. Darvozabon. Bu ham o'z hisobiga bitta aktiv yozib qo'yishi. Darvozabonning save ekan Umidjon Hamroyevga tegishli bo'lgan. Faollik bu. Darvoza ortidan ko'ramiz bu tasvirni endi. Bu yerda aniq endi ko'rsatilishi kerak. O'zi boya ham ko'rib bo'ldik. Himoyachidan o'tibdi. Bu ham muhim, chunki Mashalning hujumini ko'ramiz. Ichkariga uzatilayotgan to'p. Darvozabon muvaffaqiyatli chiqdi, lekin muvozanatini yo'qotdi. Bu yerda zarba berilmoqda. Zarba noaniq ketdi. Faollashdi, biroz qo'shdi Buxoro. O'yinni to'xtatyapti hakam. Haqli ravishda chamamda sariq ko'rsatmoqda. Ana talashib tortishdi, keyin esa ketdi ortidan quvib. Sariq bekor bo'ladi. Yo'q, va qizilga aylanadi bu. Sariq bekor bo'lsa bu avtomat qizilga aylanishi shart bo'lgan holat. Boya birinchi takror lavhani ko'rgandayoq aytib o'tgandim. Oyoq sal yuqoriga ko'tarilgandi, pastga tushirilmagandi. O'z navbatida o'zgarish amalga oshirilyapti Buxoroda. O'rniga 22-raqamda Asadbek Jo'raboyev tushdi.
Yana bir foul, yana bir qoidabuzarlik. To'g'ridan to'g'ri qizil. Ha, qadrli do'stlar, juda qiziq kechyapti bu yog'i. Jo'raboyevga ham chetlatish berildi. Lekin Buxoro ko'proq xohlayotganga o'xshab harakat qilmoqda. Mana bu hujum zarba. To'xtaboyev, hozir boshdan o'tib ketib qoldi. Davom etadi. Qoldirilyapti to'p. Baribir to'p darvoza to'riga borib tushdi. 86-daqiqada baribir to'p darvoza to'riga borib tushdi va bu gol muallifi Sherzod Esonov bo'ldi. Oxirgacha kurashish mana bunday bo'ladi. Javohir Ro'ziyevni men alohida aytib o'tgan bo'lardim. Mashal futbolchilari esa nimagadir joylarda turib tomosha. Mana qarang, zarba, to'p qaytarildi. Qaytarilgandan keyin yotibdi, qarang. Yotibdi. O'rnidan turib shu o'yinchi to'pni olib ketdi. Ha, bu Ro'ziyev ekan aynan. Hamda keyin zarbaga qoldirdi. Zarbani amalga oshirgan avvaliga bu Asilbek Qayyumov edi. Mana bu zarbadan keyin Ro'ziyev yotibdi. Uchta o'yinchi Mashaldan darvozabon bilan 4 ta, lekin ular to'pni egallasha olmadi. Yotgan o'yinchi o'rnidan turib egallab ketdi. Zarba bermagani ham foyda berdi. Yaqin burchakni yopayotganda darvozabon Ro'ziyev tamomila kutilmagan qaror bilan Zafarbek Akromov to'pni o'yinga kiritdi. Xavfli vaziyat edi. Endi To'xtaboyev bo'ydor darvozabon. Hozir shu kerak emasdi menimcha To'xtaboyevga. O'yinchisi bor bo'lgan joyga chiqib bordi To'xtaboyev, darvoza bo'sh, tep shu yerdan. Yo'q, bu tariqa emas. Akromov qoyil yetib boribdi. Ammo hozirgi vaziyatni yuzaga kelishida darvozabonning ham aybi bor edi. To'xtaboyevdan. Mana bu yerda ham negadir sekin harakatni boshladi To'xtaboyev. Bahs tugadi, qadrli do'stlar. Buxoro 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Mash'al ketma-ket 10-o'yinda mag'lubiyatga uchradi. O'tgan mavsumdagisidan qo'shib hisoblaganda 11-o'yin. G'alabasiz seriyasi 12-uchrashuvga yetmoqda.